Samarqand Chelakdagi obyektimizni ham xudo xolasa mana tugatib oldik. Panel qilganmiz, videolarimizni qo'yib bordik. Hozir mana laklari bilan polnisi bitdi. Oynali bo'lib turibdi. Juda ham baquvvat mahsulot. Ko'pchilik aytayapti, tosh tegsa yoki qo'l bilan essa ezilib qolmaydimi deb. Unaqa bo'lmaydi. Juda ham baquvvat. Polni plitam qilib beradi. Ichkarilariga однотомный qilib, xudo xolasa mana bunday bezaklar berganmiz. Trafaretlar qilib ichlariga ramka qo'yib, trafaretlar qo'yganmiz. Mana bu bleski netchi do'stlar. Polirovka 3 marta lakdan keyingi holati, xudo xolasa. Uyimiz ichki ko'rinishi. Mana buni ham birinchi etajni panel qilib, ikkinchi etajni adadumli qilganmiz, chunki bu yerdan short chiqqan. Short chiqqan hisobiga panel qo'yardik. Xudo xolasa short chiqmaydi endi bundan buyog'iga. Bu taraflarini ham panel qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab